Hop, mana iftorlikka ishdan kelib ulgurmanim uchun Samarqand zig'irash oldim. Yarmi saharlikka bo'ladi. Hammasini yeb qo'ymayman-ku. Hop, endi bu ishlasa bo'ldi. Ba'zan ishlamaydi. Ishladi. Yo'ldan o'tib olamiz. Akkuratni. Ana endi biz o'tsak bo'ladi. Shunday. Saharlik ham pishirishar ekan. 24 soat ishlashyapti ekan. Mana shu yerda nima xizmatligini bilmayman, shu yerda yashab. Lekin qiziqaman. Birovdan so'rab ko'rishim kerak. Hop, endi iftor qilib olsak, uyga kirib bo'ldi.